Okey, mashinam jentiri. Chuqurlardan o'tganimda ham to'qillab, ham g'irchillagan ovozlar eshitilyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Okey, buning uchun bizning servisimizga mashinangizni olib kelasiz. Bizni ko'tarib, ko'rib, diagnostika asosida sizga nima ketganligini aytib bera olamiz. Diagnostikamiz mutlaqo bepul. Hozir men sizga g'irchillayotgan ovozlar qayerdan chiqayotganligini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'rayotganinglardek bu hadovoy rezinkalari bo'ladi. Qishki mavsumdan chiqqandan keyin hadovoy rezinkalari qurib, o'zining xususiyatini yo'qotib qo'ygani hisobiga mana shunaqa g'irchillab ovoz chiqib qoladi. Bunaqa rezinkalar orqa qismida ham bo'ladi. Buni ham oralari ochilib qo'ygan ekan. Orqa qismidagi rezinkalarni ham alishtirsa, g'irchillash ovozlari yo'qoladi, ham mashina yumshoq holatda bo'ladi. Bundan tashqari amaldagi qismlariga ham bitta ahamiyat berib qarab olish kerak. O'zi jentrani polniy hadovoy qismi necha pulga tushadi? Nima deysizlar? Shuni hisoblab beraymi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Okey, faqat jentrani hisoblab berasizmi deganlar uchun sizlarda qanaqa mashina bor? Qanaqa mashinani hadovoylarini hisoblab beraylik. Kommentariyaga uni ham yozib qoldiringlar. Hadovoy xizmatlari uchun nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.